Assalomu alaykum hammaga. Lexus News kanalidan Lexus mashinamiz xudo xolis tayyor bo'ldi. Bu mashinamizdagi poni salon asishini qilib berganmiz. Oq rangda qilib berdik va zavodskoy oyoqni podsetkalarni oranjiviga o'zgartirib berdik. Kun davomida xudo xolisa bitirib berganmiz. Oyoq tegigan poni oranjivi yoniga yoqib, xudo xolisa garantiyasi bilan tayyorlab berdik. Stereotimiz полностью холодный qilingan, ko'zga yoqgan. Okey, bunga ketgan vaqtimizga Gentradan 5 ta komplekt shassi bo'lardi. Nostanani холодный stereotlardan asishini qilib berganmiz. Puli ham shunga yarasha qimmat bo'ladi, lekin okalar kачествоga xudo xolisa stereotlarimizga garantiya beramiz. Kimga mashina xizmati kerak bo'lsa, Tuning murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib beramiz va bizada tayyor avtomobil. Lexus'imizni start stopini chochib oldi, okalar qaranglar. Qachonda shu Lexus start stopini yetsanglar, ikkilar ADN chiqargan, faqat yo'llarga xitob bo'lib yetasizlar. Knopkasi imam ADN bu yoniga yurib chiqarganda. Chiqarayotganingizda mana bu narsaga xitob bo'linglar. Katushka bor ekan, mana bu Blazer chip o'qiydigan bo'lish kerak. Baykadan ko'chirib chiqarilar ekan, tag'in shartni torta olmaydi. Baddalash chiqadi. Mana bu yo'qolib qolmasin. Mana bu kontaktlari juda xitob bo'lish kerak ekan. Nobodosiga mana bu LED tuzini alishtirsak bo'ldi. Холодный сварка ekan. Bu ham ko'chib qolibdi azizcha. Qaranglar. Juda xitob bo'lish kerak ekan oqali. Mana bu joyda LED-ni mana bu kerak ekan. Qaranglar, mana bu taraf plus, chunki taxminan mana shu diod orqali ketayotib, bu taraf minus primoy chiqayotgani uchun. LED-ni mana bu terish kerak ekan. Yopishtirib, urovini bor ekan o'zini, mana imni shayba tushgan joyiga, imni LED yopishtirgan joyiga tursa, nur mana bundan zo'r chiqar ekan. Yana rakursini ko'rib oldim. Mana holati terasida mana bu yerda mana shu shpargalka. LED faqat juda xitob bo'lish kerak, payanlik, gradusniy payanlik, ya'ni o'zgaradigan bo'lish kerak. Mana plus, mana minus. Asteriot toza o'rnini to'g'rilab qo'yamiz. Avtomat korobkani mana shu narsani o'zi yoritar ekan, yonlari bilan birga. Endi qaranglar, bu yerda plus minus aniqlash yo'li faqatgina mashina, agar mashina bo'lmasa, yana bitta yo'li bor. Yaxshilab ko'rib, eslab qolinglar. Plus minusini teskari qilib yasab olinadi. Ya'ni mana bu yoqda tepasiniki plus bu yoqda, minusi bu yoqda, ikkinchisiniki plus bu yoqda, minusi bu yoqda mana shunaqa o'rn alishadi. Mana shunaqa yasab olasizlar, shuni qo'yib qo'yasizlar, bu ish hal. Ish qilib mana shunaqa nima desa bo'ladi. Arzimagan ishlar bilan xudo xolis qancha ish hal qilsa bo'ladi, okalar. Zametga yopib qo'yasizlar. Qaranglar, mana bu narsa bo'ladi. Tak. Ana plus. Lekin o'sman nur beradi, mana ishlarni o'zi yonadi. Buni bunaqasi ko'rasiz ham bo'ladi, chunki plus minus o'rnini alishgan. Batriga уже bizada deflektor bo'ladi. Deflektor tegida ekan. Bitta samarez va klipsida turar ekan. Hozir buni ham sizlarga ko'rsataman. Bitta deflektorda mashinacha zapchas va bizada bunaqa svetodiodga driver qilasan, mana nagruzka uchun ishlaydi. Mana LED. Endi shu narsani olib alishtirib yopib qo'yish kerak. Bunda o'sha bilan turibdi plus minus, lekin ikkaloviga ham rezistor qo'yilgan, ahmoq versiyada. Plusiga ham minusiga ham. Inomarkalar shunaqaki, mikrochastotalarni har bittasini pomexlarni yo'qotib ishlaydi. Stereot purlab qolish oldini oladi va toza rang chiqarib beradi. IPC balans stereotlar bo'ladi. Shu holatga keltira olamiz. Stereotimizni o'sha o'rnatib kallasini olib tashlasak bo'ldi. Mana tayyor bo'ldi. Bu yashilga qaraganda qisman yarqin yonadi. Mana shu joyda rasmga olsanglar bo'ladi. Tariga undan ham qiziq ekan, kapalaga o'xshab chiqib turgan. Hozir endi men bilmayman, qanaqa ochiladi, nima qilinadi. Mana krisidadan ochilish kerak, desam, endi nima qiziq bu, shunday shuni. Ichida xuddi shu narsadan ekan, faqat LED uzun ekan. Значит, buni uzunroq qilib qo'yamiz. Mana qaranglar, haqiqatdan yakuda shu texnologiyasiga qizildan oq chiqyapti. Yana bir eng yoqtiradigan ishlardan bittasi qaranglar. Knopkasini ko'rasizlar. Mana mana shu yerda mana Ko'rasizlar, bosilgan holati. Bosilgan holatida chiqarmaylik, sinib ketadi. Chiqarilgan holatda shunga ahamiyat beringlar. Har bir knopkani ishlatib ko'ringlar. Shu kishiyotni men bilgandan keyingina chochiladi. Hozir buni endi terib bo'lib video obzor qilaman. Ko'rsatmasam bo'lmasa ekan. Stereotlarni qaranglar. Juda mayda-da mana shu. Hamma mayda narsalar ko'rinmaydi-ku. Ishonch mikroskopim bor. Tak, mana bunaqa stereot ekan. Tak, bunaqa ekan. Endi bizda mana shu holatda bo'lyapti. K yozilgani bizda minus ekan. Tak, LED 5. Hop, hammasini xudo xolis qo'yib chiqdik. Ham qolib ketmadi. Mashina o'ziga. Endi bitta xamat bera olasizlar yaxshilab. Hammasi qo'yildi. Chiska borsa bo'ldi. Yontagiga qaraydi. Radnoyini o'zini oranjiga qiladi. Ya'ni oq yonadi o'zi. Oranjiga radnoy sxemasi bilan bo'lib bo'ldi. Hozir polni saloni o'sha oq bo'ldi.
uzunlarni ko'rsa bundan chiqib razmitiy bo'lib chiqib qoladi, to'pchak emas. Hozir o'zini ko'rsataman, tipini o'zini ko'rasizlar. Ya'ni qanaqa holatda bo'ladi radnoy. Mana bu radnoy bo'ladi. Hozir buni ham sizlar razmitiy qilib beramiz. Mana shu narsani o'zi plakalarni saqlagan holatda qolmasa, qalay chiqadi.